Oltita Qur'ondan bittasi bizda bo'lgani bu bizda tinchligimiz, osoyishtaligimiz bu. Shuning uchun ochiq gap bir podvallarda, joyi yo'q joylarda yotarida yechinglardan biri bu. Shuning uchun Xudoga ming qadar shukr, bizga shu nasib etib, bizga shu Xudoning bir qandaydir marhamati yorug'likka chiqardik, buyuklikka chiqardik va o'zlaring ko'rgandek bu loyihani hech kim emas, yurak chizdi, mehr chizdi, armonlar chizdi. O'sha Qur'on turgan zalda birov chizgan yo'q uni. Buyuk xalqimni kimligini amalga oshirish bo'yicha chizgan loyihamiz bu. Shuning uchun men o'ylayman, sizlar birinchi ko'ryapsizlar, xalqimiz ham ko'rib mamnun bo'ladi. Mana shunday ulug'ayam kunlarda buyursin ilohim. Mana shunday kosalanlarda o'zbek xalqimizga, buyuk musulmonlarimizga, ummamizga juda katta mana shu xizmat ko'rsatasiz degan umiddaman. Sog' omon bo'ling. Kecha bir kitobda ko'rib qoldim. Mana Imom Buxoriyning ochilishi muhtaram prezidentimiz o'zlari belgilab berdilar. Buni mana shu kuni ochamiz deb. Imom Buxoriy hazratlari hayitdan bir kun buni olamdan o'tib, hayit kuni dafn qilingan ekan. Qarang, bir kun burun biz ochyapmiz. Xudoning qudratini qarang, menga hech kim aytmagan uni. Allohning marhamati bilan shunga to'g'ri keldi. Kecha hayron qoldim. Prezidentim bu qilingan hamma ezgu ishlariga Alloh o'zi ajr bersin. Mana kecha aytdik, 3,5 million aholi, qariyb 7 million